Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hürmetli aziz mo'min musulmonlar, Allah subhanahu ve taoloning fazli kerimi bilan, Allah taoloning marhamati bilan inshaalloh bugun yana bir bor xatmi Qur'on qildik. Shu bilan bir qatorda marhum muftiy Usmonxon Alimov hazratlarining tafsiri irfonini bir juz'ini boshidan oxirigacha bittalab bitta har bir harfi, har bir xatini, har bir qatorini tahlil qilib inshaalloh xatm qildik. Shuning uchun bugungi kunda vafot qilgan marhum Abduqahhor domlamiz, ayniqsa Ibrohimjon domlamizning ruhoniyatlariga bu savoblarni baxshida qilish niyatimiz bor. Usmonxon Alimov marhum, Alloh ularni ham rahmat aylasin, qabrlarini nuriga to'ldirib, mana shu tafsirlardan o'qilayotgan, kitoblardan o'qilayotgan har bir oyatlardan hosil bo'ladigan savoblardan ularni ruhlarini bahramand aylasin. Alloh subhanahu va taolo bu duolarimizni o'zi riyodan, sum'adan saqlasin. Maqsadimiz kim? Buni biz internetlarga qo'yayotganimizdan maqsad demak ibrat olaylik. Umrimizni bekorga o'tkazmaylik. Shu bir kunda bir varaq kitob o'qisangiz ham umringiz o'tadi, o'qimasangiz ham umringiz o'tib ketadi. Ammo mana bu dunyoda tolibi ilmdek bir ulug' sharofatga sazovor bo'lishlik katta baxt va qolaversa olimlarni, ustozlarni, ulug'larni rahmatini olish, duosini olish ham katta baxt hisoblanadi. Demak, olimlarni, hofizi kalomullohlarni, ilm ahlini la'natini olish, ko'ngillarini qoldirish, ularni ranjitish ham mumkin emaskim. Demak, ularni ranjitishlik Payg'ambar alayhissalomning ranjitishlik bo'ladi. Shuning uchun maqsadimiz barcha mo'min musulmonlarni haqlariga duo qilishlikdir. Hammamiz duo qilganda amin deb turaylik. Alloh subhanahu va taolo duolarimiz, iltijolarimizni dargohida qabul etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain. Parvardigar olam, seni kudretinge hamdü sanalar bo'lsin. Allah sen Rahmanir Rahimsan. Allah sen günahlarını kechirguvchi mehribon zotsan. Parvardigar olam, bu qilgan xatmi Qur'onlarimiz, tafsiri irfonni yakunlaganimiz, bu o'qiganlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni barcha o'tgan payg'ambar, rusullar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam janoblarining ruhlariga savoblarni yetkiz. Ularning ahli baytlari, azvoji mutahharalari, onalarimizning ruhlariga savoblarni yetkiz. Xulofai roshidinlar, sahobai ikromlar, tobiinlar, tabiat tobiinlarning ruhlariga savoblarni yetkiz. Sohibi mazhablarimiz barcha o'tgan olimi, ulamo, hofizi kalomullohlar, ustozlarimizning ruhlariga savoblarni yetkiz. Ulug' dargohda turibmiz, zangi odamizni, anbor onamizni, yonimizda qabristonda turgan dafn qilinganlar, ushbu manzil makonlar, masjidlarda xizmat qilgan, ibodat qilgan, imom bo'lib turib vafot etib ketganlar, Qurbonali domlamizning ham ruhlariga savoblarni yetkiz. Xosatan bizlardan o'tib ketgan otalarimiz, onalarimiz, ota avlodlari, ona avlodlarimiz, yetishlarimizning ruhlariga savoblarni yetkiz. Bizlarga ta'lim, tarbiya berib o'tib ketgan ustozlarimiz, Usmonjon domla, Rahimjon o'g'illari, Usmonxon Alimov hazratlarining ruhlariga, Abduqahhor domlamizning ruhlariga, Ibrohimjon domlamiz va barcha nomlarni bilgan bilmaganlarimizning ruhlariga Alloh savoblarni yetkazgin. Duoga qo'l ochib turgan barcha mo'min musulmon birodarlarimizdan o'tib ketgan
ota avlodlarini, ona avlodlarining ruhlariga savoblarni yetkazgin. Parvardigor olam, sen ulug' zotsan, biz bandalarni gunohlarimizni kechirgin, xatolarimizni o'chirgin, ayblarimizni bekitgin. Bu dunyoda ham, oxiratda ham o'zing aziz mukarram aylagin. Farzandlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz, yoshlarimiz, nabiralarimiz, barcha mo'min musulmonlarning farzandlariga baxt bergin, saodat bergin, hidoyat bergin, omad bergin. Doimo ota-onasiga rahmat, olqish olib keladigan odoblik, ilmlik, ma'rifatli insonlardan bo'lmoqliklarini Alloh nasib ro'za aylagin. Alloh sendan duo qilib so'raymiz. Dasturxon, xonadon, el yurt, umr, rizq, shahar qishloqlarimizga, el yurtimizga g'oybingdan barakotlar ato aylagin. Barcha mo'min musulmonlarni kasbi korlariga, ishlariga rivoj topganlariga barakot ato aylagin. Parvardigor olam, bemorlarimizga shifo bergin. Alloh muhtojlarimizga najot bergin. Parvardigor olam, sendan yolvorib duo qilib so'raymiz. Qancha ehtiyojmandlarimiz bor, bemorlarimiz bor, musofirlarimiz bor. Hammalarni Alloh o'zing yaxshi niyatlarni, eng afzallarini bergan musofirlarimizni safarlarini bexatar aylab, ishlariga rivoj berib, sog' salomat xonadonlarga kelmoqligini nasib ro'za aylagin. Alloh bu dunyoda turli kasalliklar bilan, turli ziyon zahmatlar, kasallik, balo ofatlar bilan azoblamagin. Qabr azoblaridan, do'zax otashlaridan Alloh o'zing saqlagin. Firdavs jannatlaringga dohil aylagin. O'zingni jamolingni ko'rmoqligini Alloh nasib ro'za aylagin. Parvardigorim, o'zing elimizga, yurtimizga, shaharli qishloq xonadonlarimizga tinchlik ber, xotirjamliklar ber. Urushlardan, ixtiloflardan, turli balo ofat kulfatlardan o'z panohingda asragin. Akani ukaga, ukani akaga, barcha mo'min musulmonlarni, turli sohalarda xizmat qilayotganlarni ham bir-biriga hurmatli aylagin, yuzlarimizni issiq aylagin, oqibatlarimizni Alloh o'zing xayrli aylagin. Alloh o'zing diningni dushmanlarga kifoya qilgin. Parvardigorim, islom diniga quvvat, mo'min musulmonlarga omad bergin. Yurtimizni yomon nazar, yomon ko'zlardan o'z panohingda asragin. Barcha rahbarlarimiz, barcha boshliqlarimizga ham baxt, saodat, hidoyat, ibodat, barakat, omad, yaxshilik yo'llarini o'zing ochqaysan. Xalqqa mehribon, o'zini millatiga oqibatli insonlardan aylagin. Alloh xorlikdan, zorlikdan, turli yomonliklardan o'z panohingda asragin. Qilgan duolarimizni dargohingda beriyo va benuqson qabul etgin. Barchalarimizni mana bu dunyoda tolibi ilib, ahli jannatlardan bo'lib ketmoqligini nasib etgin. Ketarda la ilaha illalloh kalimasini o'zing hamroh aylagin. Parvardigorim, o'zing hasaddan, fasoddan, g'iybatdan, turli xil tuhmatlardan, balo ofatlardan asragin. Alloh ba'zi bir la'natga giriftor bo'lgan insonlarga ham hidoyat bergin. Parvardigor olam, mana bu dunyoda yaxshi nom bilan, yaxshi ot bilan, Alloh yaxshiliklar bilan ko'z yummoqlikni nasib etgin. Parvardigorim, qilgan duolarimizni dargohingda husni qabul etgin. Bilib bilmay qilgan xatolarimizni, sahvlarimizni af aylagin. Qayta o'zingning kalomingni o'qib, duolar qilib yurishni nasib ro'zi etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh dargohida qabul etsin. Hammalarimizni yaxshi niyatlarimiz, Alloh yaxshi murodlarimizni hosil etsin. Bir-birimizni doimo kechiradigan, bir-birimizga mehr, shafqat ko'rsatadigan, Alloh taoloning oldiga ochiq yuz bilan boradigan bandalardan ayla.